Azizlar, like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Mana biz Advodniy kanal metroning oldidamiz. Legskiy prospektga. Shu Advodniy kanaliga men 10 yildan beri yashayman. Mana shu Advodniy kanaliga 10 yildan beri yashayman. Men milisam meni ushlamagandi, tekshirmandi. Mana shu bu yil hozir yarim soat oldin sizlarga video qo'yaman. Videoni ko'ringlar, o'tkazib o'rmanglar. Sherigim bilan o'zimni ushlab, meni bazaga urib tekshirib qo'yib yubordi. Pasportim qayerda? Lekin sherigimni olib ketdi. 5-отделениyaga dedi. 5-отделение dedi. Budapeshtning 42 dedimi, qayerga dedi. Hozir topib boramiz azizlar. O отделениyani ham sizlarga videoga ko'rsatamiz. Qani по какой основании? Посредник registratsiya qilib bergan, registratsiya bazaga chiqmagan. Посредник qilib bergan registratsiya bazaga chiqmagan azizlar. Ehtiyot bo'linglar, registratsiyani bilib qilinglar. Tanish bilishga qildiringlar. Tavakkal hammaga qildirmanglar azizlar, iltimos. Ehtiyot bo'linglar. Hozir olib borib отделениyaga u akani yo shtraf qiladi, yo deport qiladi, yoki bir narsa qiladi. Bazada yo'q. Mana biz ketdik. Hozir biz mana avtobus 91 ga kelyapti, o'tiramiz, hozir ketamiz.